Hafta boshida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 18-21 yanvar kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18 yanvarda 5-10 daraja iliq, 19-21 yanvarda 8-13 daraja sovuq, kunduzi 18-20 yanvarda 1-6 daraja iliq, 21 yanvarda 2-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida 18 yanvarda kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi. 21 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 yanvarda 2-7 daraja iliq, 21 yanvarda 0-5 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 18 yanvarda 5-10 daraja iliq, 19-21 yanvarda 8-13 daraja sovuq, kunduzi 18-20 yanvarda 1-6 daraja iliq, 21 yanvarda 2-3 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida 18 yanvarda kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi. 21 yanvarda esa ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 18 yanvarda 3-2 daraja iliq, 19-21 yanvarda 0-5 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 yanvarda ba'zi joylarda yomg'ir va qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 18 yanvarda 3-2 daraja iliq, 19-21 yanvarda 0-5 daraja iliq, kunduzi 18-19 yanvarda 2-7 daraja iliq, 21 yanvarda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18 yanvar kechasi va ertalab ba'zi joylarda qor yog'adi. 19-21 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 18 yanvarda 2-3 daraja iliq, 19-21 yanvarda 0-5 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. 19-20 yanvarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuqdan 8-13 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 3-2 daraja iliqdan 2-7 daraja iliqqacha o'zgarib turadi.